Akalarim bugun sotuvda Qashqot olib chiqdik. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Yoshlari 8 da. Yovoshligi qo'ydi yovosh. Bo'ylari 1.63, 1.64. Xudo xolasa kelib ko'rib olaverasizlar. Manzil Toshkent Ipadrom. Yovoshligi qo'ydi yovosh. Mana shunaqasini qidirib yurgan akalarim bor. Mana sizlarga topib qo'ydik. Kelib narxini kelishib olib kelib turasizlar. Yovoshligi qo'ydi yovosh ekan. Yurishlariga vahsham gap yo'q, aka. Turishlari nima deyapti Doston aka? Go'zal. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, akalar. Hozir minib ko'rsatamiz. Yurishiga vahsham gap. Akalar, bu go'zal otimizning narxi 32 million so'rashyapti. Savdo sunnat, kami bor, so'rayverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasi kelishtirib berishadi, akalar.